Assalomu alaykum, o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. U17 Jahon chempionatiga qur'a tashlandi. O'zbekiston J guruhidan joy oldi. J guruhida Paragvay, O'zbekiston, Panama, Iordaniya joy oldi. Sizningcha O'zbekiston bu guruhda nechinchi o'rinni egallaydi? 2025-yil FIFA U17 Jahon chempionatini ilk bor 48 ta jamoa bilan o'tkazadi. Musobaqa 3-27 noyabr kunlari Qatarning Al Rayyan shahridagi Aspire Sport majmuasida bo'lib o'tadi. Musobaqa qanday formatda o'tkaziladi? Keling ko'rib chiqamiz. Guruh bosqichi 12 ta guruh, har birida 4 tadan jamoa. Har bir jamoa 3 tadan o'yin o'tkazadi. Playoff bosqichi har bir guruhdan birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan 24 ta jamoa hamda eng yaxshi natijaga ega 8 ta 3-o'rin sohibi jami 32 ta jamoa 1-16 finaliga chiqadi. 1-16 finaldan boshlab finalgacha o'yinlar playoff usulida o'tkaziladi. Agar playoff bosqichidagi o'yin asosiy vaqtda durang bilan yakunlansa, qo'shimcha vaqt o'ynalmaydi. G'olib penaltilar seriyasida aniqlanadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, sog' bo'ling.